Qadrdonlar, tungi ko'rinishiga hali anchadan bas yonmaydi ekan. Kechqurun 22:00 da yonar ekan. Mana bizga nasib qildi tungi ko'rinishi, Eyfel minorasini pastdan ko'rinishi. Hammalaringga omad, sog' salomat bo'linglar. Kelmaganlarga nasib qilsa shu yerga kelish. Men ham 7 uxlab tushimga kirmagan edi. 1 yil oldin Parijga kelaman, Eyfelni ko'raman deb hayolimga ham keltirmagan edim. Allohga shukr, Allohga oson. O'ylamagan joylarimdan yetkazib qo'ydi meni. Allohga shukr. Alhamdulillah bu betlarni ko'rishdi. Kelinglar, qoyil zo'r. Amalingga nasib qilsin qadrdonlar. Parij bilan xayrlashamiz. Davom etamiz biz. Nima deydi? Sayohatimizni dunyo bo'ylab. Hammalaringga omad, sog' salomat bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringni. Qo'llab-quvvatlab turgan akalar, do'stlar, qadrdonlar, hammalaringni otlaringni men bunday qilib ayta olmayman, vaqt yetmaydi. Qisqacha qilib hammalaringni Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda bag'ri butunlikda ko'rishinglar. Hammalaringni duo qilaman qo'limdan kelgancha. Sog' bo'linglar. Omad.